Jamoat e'tirozi, yo'l patrul xizmati faoliyati tanqid ostida. Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumanida yashovchi Yagona TV kanali admini Rimbegan Allaybeganov yo'l patrul xizmati YPX xodimlari faoliyatidan norozi bo'lib, shaxsiy YouTube kanalida tanqidiy reportaj e'lon qildi. Unda xodimlarning qonunlarga zid ravishda harakat qilishi, fuqarolarga nisbatan adolatsiz munosabatda bo'lishi hamda xodimlar tomonidan yo'l qo'yilayotgan boshqa kamchiliklar haqida gap boradi. Reportajni tomosha qilib, har kim o'ziga xulosa chiqarishi mumkin. Bu oddiy murojaat emas, bu ommaviy axborot vositasi va blogerlik so'zi orqali xalqning ovozi. Shu munosabat bilan rasmiy organlardan javob kutamiz. Beruniy tumani YPX rahbariyati bu holat yuzasidan qanday chora ko'radi? Fuqarolarning ishonchi qanday tiklanadi? Axborot tarqatgani uchun blogerga bosim bo'ladimi yoki himoya qilinadimi? Jamoatchilik bu savollarga javob olishi kerak. Jim turish esa javobgarlikdan qochish demakdir. Assalomu alaykum butun O'zbekiston ahli. Bugungi video murojaatimiz O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuror Ne'matullo Yo'ldoshev, Qoraqalpog'iston Respublikasi Bosh prokurori Yakabay Tajiyev video murojaatimiz shaxsan sizlarga bo'ladi. O'tganda bu yerda nahaqlik bo'lyapti. Bu sabablari bundan 10 kun oldin men gay xodimni videoga tushirib qilgan pravo narushniyalarini, barcha qilgan ayblarni, xalqqa hurmatsizlik qilganlarni barchasini Yagona TV YouTube kanalidan yuklab o'z shaxsiy kanalimga uni qo'yganman. Shu YouTube kanaldan ko'rib, shundan keyin bu xalqimiz buni nahaqlarni barchasi ko'rib, keyin barchasi ko'pdan ko'p xalqimiz, mingdan oshgan xalqimiz bizga telefon orqali bog'lanib murojaatlarni aytib boshladi. Keyin kommentariylar orqali murojaatlarimiz kelib tushmay qoladi. Butun mingdan oshib ketgan xalqning murojaatlari menga kelib tushmay qoladi. Bu Ilyos degan xodimdan biz norozimiz. Bu ishini layoqatsiz. Biz bundan norozimiz. Buni ishdan olish kerak. Buni ishdan olishga hammamiz ovoz beramiz deb mingdan oshgan xalqimizning dodi bu. Xalqimizning noroziligi. Xalqimizning murojaatidan kelib chiqib, men sizga bu video murojaatimni yo'llab yotibman. Shu sababli bunga qonuniy chora ko'rishingizni so'rayman. Batafsil YPX xodimlarimizning qayda buzarliklarini video davomida ko'rib kuzatib chiqsangizlar bo'ladi. Lekin bir haftadan o'tdi, haligacha bundan qonuniy chora ko'rilmayapti. Bu hech qanday harakatlar bo'lmayapti. Shu sababli xalq bundan norozi bo'lyapti. Bu Ilyos degan gay, Beruniy tumani Ilyos degan gay xodimimizdan butun xalq norozi. Va gay xodimlari Ilyos degan gay xodimga protokol to'ldirishdan bosh tortib, hech qanday bunga qonuniy chora ko'rilmayapti. Shu sababli biz norozimiz. Hurmatli bosh prokurorlarimiz, bular shaxsan bularni o'zlaringiz kontrolga olishingizni so'rayman.